8 sinf odam va uning salomatligi darsligidan 2-mavzu. Odam organizmining hujayraviy tuzilishi. Odam organizmi hujayralarining xilma-xilligi. Odam organizmi ham o'simlik va hayvonlar singari hujayralardan tashkil topgan. Organizmdagi hujayralar shakli va funksiyasiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Hujayraning ichki qismi quyuq modda sitoplazma bilan to'lgan. Sitoplazmani sirtdan hujayra membranasi chegaralab turadi. Uning markaziy qismida yadro, sitoplazmasida hujayra organoidlari joylashgan. Barcha organoidlar birgalikda hujayraning hayot faoliyatini ta'minlaydi. Quyida hujayralarni tashkil etuvchi qismlar to'g'risida ma'lumot beriladi. Hujayra membranasi sitoplazma va organoidlarni o'rab turadigan 2 qavatli juda yupqa parda. Undagi maxsus naychalar moddalarni hujayra ichiga va hujayradan tashqariga tanlab o'tkazadi. Yadro yumaloq shaklda hujayra markazida joylashgan bo'lib, yadrocha va xromatindan iborat. Hujayra hayot faoliyatini boshqarib turadi. Irsiy belgilarni nasldan naslga o'tkazadi. Hujayraning bo'linish davrida undagi xromatindan xromosomalar shakllanadi. Endoplazmatik to'r sitoplazmadan o'tadigan naychalar va kanalchalardan iborat bo'lib, hujayra qismlarini o'zaro bog'lab turadi. Naychalar orqali hujayralarda sintezlangan mahsulotlar hujayraning turli qismlariga yetkazib beradi. Golgi majmuasi yadro atrofida joylashgan. Hujayrada sintezlanadigan moddalarni to'plash va tarqatish vazifasini bajaradi. Ribosomalar endoplazmatik to'r membranalarida joylashgan. Ularda hujayra oqsillari sintezlanadi. Lizosomalar biologik faol moddalar saqlovchi sitoplazmada joylashgan pufakchalar oziq moddalarni parchalab sitoplazmaga o'tkazadi. Mitoxondriyalar hujayraning energiya stansiyalari bo'lib, hujayra faoliyatida sarflanadigan energiyani hosil qiladi va to'playdi. Vakuola moddalarni qamrab olib, hujayra ichiga o'tkazadigan yoki hujayradan tashqariga chiqaradigan mayda pufakchalar. Xromosomalar organizmning tuzilishi va xususiyatlari to'g'risida axborot saqlaydigan tuzilmalar. Bo'linayotgan hujayralarda shakllanib, mikroskopda ko'rinadigan bo'lib qoladi. Odam tana hujayralarida 46 tadan, ya'ni 23 juft, jinsiy hujayralarda esa 23 tadan xromosomalar bo'ladi. Hujayraning kimyoviy tarkibi. Hujayra tarkibiga har xil anorganik va organik moddalar kiradi. Anorganik moddalarning asosiy qismini suv tashkil etadi. Tirik organizmlar massasining 60-70% suvdan iborat. Suv hujayrada juda muhim ahamiyatga ega. Suv bilan birga oziq moddalar hujayraga o'tadi va moddalar almashinuvi mahsulotlari hujayradan chiqarib tashlanadi. Suv hujayrada boradigan kimyoviy reaksiyalar uchun muhim hisoblanadi. Hujayra ichidagi va hujayra tashqarisidagi suyuqliklarda kaliy, natriy, kalsiy va magniy tuzlari bo'ladi. Tuzlar hujayra faoliyatida uning ichki muhitining doimiyligini saqlanishida katta ahamiyatga ega. Hujayraning organik moddalari. Hujayrada organik moddalardan oqsillar, yog'lar, karbon suvlar va nuklein kislotalar uchraydi. Oqsillar hujayraning qurilish materiali hisoblanadi. Kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradigan fermentlar ham oqsillardan iborat. Yog'lar va karbon suvlarning hujayralardagi hayot faoliyatida sarflanadigan energiya manbai hisoblanadi. Nuklein kislotalar xromosomalar tarkibiga kirib, irsiy belgilar saqlanishi va nasldan naslga o'tishini ta'minlaydi.